O'rtoqlar, ishimiz juda ham go'zal chiqdi. Bu xonadonimizga avtomatik seksali darvoza o'rnatib berganmiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Darvozamiz eniga 660, bo'yiga 3 metr. Ikkita mashina yonma-yon bemalol olib kirib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xos sizlarga darvozamizni polniy videoobzorni qilib, detalni hammasini tushuntirib, chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Bu avtomatik seksali darvozalarimizning ochilib yopilishlari juda ham plavniy. Bu avtomatik darvozamizning afzallik tarafi ortiqcha joy egallamaydi. Juda ham qulay. Bu obyektimizga bakoy motordan foydalanganmiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Yana bitta funksiyadan foydalanganmiz. Hamma pultlar mashinada ketib qolgan holatda mana. Darvozamizni bemalol ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. To'xtaydi. Yopiladi. Ishlab chiqaruvchi kompaniya bu panellarimizga 10 yil kafolat beradi. Rangi mokriy asfalt, antratsit, shirshaviy deyiladi.